Assalomu alaykum hurmatli ko'ruvchilar. Sharq Turkiston ovozining kundalik xabarlarini ko'rishingizni qarshi olamiz. Tövəndə diqqətinizə xəbərlərimizin təfsili məzmunları bo'lsin. Sharq Turkiston sürgün hökuməti baş ministri Salih Xudoyor Sharq Turkiston Cumhuriyetining qurilish xotirasi munosabati bilan qilgan so'zida tövəndikilarni bildirdi. Bu yıl iyul ayında Sharq Turkiston sürgün hökuməti və Sharq Turkiston Uyg'un şərkiti Gollandiya Denhaq şəhərindəki xalqaro jinoiy ishlar sotiga Xitoy ustidan qilingan arznamani sungan bo'lib, navbatda xalqaro jinoiy ishlar soti mahkamasining bosh taftishi xalqaro parlament a'zolari ittifoqi tarafidan Xitoyning Uyg'urlarga qartilgan irqiy qirg'inchilik shikoyatlarini qabul qilishni talab qildi. Xitoy ishlar bo'yicha xalqaro parlamentlar hamkorligi 2020 yil iyun oyida demokratik davlatlarning parlament a'zolarining Xitoyga munosabatli masalalarda o'zaro hamkorlashish maqsadida qurilgan hamkorlik tashkiloti bo'lib, 9 noyabr kuni bu hamkorlikdagi 16 davlatdan 60 nafar parlament a'zolari birlikda xalqaro jinoiy ishlar sotiga Xitoyning Uyg'urlarga irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligi haqida sunilgan arizni qabul qilib tekshirishni talab qildi. Bu yil iyul oyida Angliyadagi bir advokatlar guruhi Sharq Turkiston sürgün hökuməti bilan Sharq Turkiston Milliy Uyg'un şərkitiga vakolatan xalqaro jinoiy ishlar sotiga 80 betlik bir arznoma sunib, Xitoy hukumatining Uyg'urlarga qarata irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi jinoyat sodir qilayotganligini, xalqaro sotning Xitoy ustidan tekshirish olib berishni talab qilgan edi. Yuqorqi 60 nafar parlament a'zosi Angliyalik advokat Rodney Dixon boshchiligida sunilgan bu arznamada Xitoy hukumatining Uyg'ur va boshqa Turkiy xalqlariga qartilgan irqiy qirg'inchilik va insoniyatga qarshi boshqa jinoyatlarni sodir qiladiganligi to'g'risida tafsiliy paketlar borligini ta'kidlab, xalqaro jinoiy ishlar sotini bu arzni qabul qilishga chaqirgan. Biz bu arzimizni inshaalloh xalqaro jinoiy sudlar rasmiy qabul qiladi va Xitoy amaldorlari yaqin kelgusida jazolanadi. Bu rasmiy bir arz, bu faqat bir norozilik xati va yoki boshqa shu ma'lum bir tashkilotniki adimi degandek bir kichik ish emas. Tarixda 71 yillik Xitoy tarafidan ishg'ol qilingan tariximizda tunji qatim xalqaro sud orqali, xalqaro qonunlar orqali o'zimizningki haqqimizni adolat izlayapmiz qarindoshlar. O'zimizning haqqimizni izlayapmiz. Shuning uchun sizlarniki bu xalqaro jinoiy ishlar sudidagi bo'lgan arzimizni qo'llashinglarni chaqiriq qilamiz. Va yanada shu oldimizdagi 11-oyning 12-kunidagi dunyoning har qaysi yerlaridagi faoliyatlarimizga qatnashishinglarni umid qilamiz. Bo'libmi shu Washington DC, Virginia, Maryland atrofidagi qarindoshlarniki, Amerikadagi qarindoshlarniki payshanba kuni soat 10 dan 1gacha bo'ladigan Sharq Turkiston mustaqil kunini tabriklash va Amerika hukumatini, Amerika parlamentini Sharq Turkistondagi bo'layotgan Xitoyningki insoniyatga qarshi jinoyatlarini irqiy qirg'inchilikda bir rasmiy e'tirof qilishini va Sharq Turkistonningki bir basilib olgan davlat ekanligini e'tirof qilishini chaqiriq qilamiz. Shuning uchun sizlarningki bu bir kun vaqtinglarni chiqarib bu namoyishga, bu faoliyat qatnashishinglarni umid qilamiz. Yana davomliq biz xalqimiz uchun, davlatimiz uchun, mustaqilligimiz uchun izchil kurash qilamiz va xalqimizni umidsizlanmay izchil davomli harakat qilishini chaqiriq qilamiz. Xitoy Sharq Turkistonda Xitoy virus yuqumdorlarining bayqilishining to'xtaganligini, 8 noyabr kuni rayonda hech qanday yuqumlar bayqalmaganligini e'lon qilgan. Xinhua agentligining 9 noyabr xabar qilishicha, atalmish Uyg'ur Avtonom rayonlik Səhiyyə komiteti yakshanba kuni rayonda kasallik alomati yo'q yuqumlar bayqalmaganligini bildirgan. Bu Xitoy Səhiyyə doiralarining tunji yuqum 24-oktyabr Qashqarning Ko'ni shahar noyisi zamaniyasidagi bir korxonada ishlaydigan 17 yoshli bir qizda bayqalgan 2 haftadan beri tunji qatim yuqumlar bayqalmaganligini e'lon qilishi. Xinhua agentligi 7 noyabr kuni Qashqarda 2 nafar kasallik alomati yo'q yuqumlar bayqalganligi, yuqumdorlarning karantinga ilinganligini bildirib, 8 noyabr yakshanba kuni Sharq Turkistonda rasmiy yuqumdorlarni 59 nafar, kasallik alomati yo'q yuqumdorlarni 306 nafar. Rasmiy yuqumdorlarning hammasi Qashqarda. Kasallik alomati yo'q yuqumdorlar Qashqar bilan Qizil suvda ekanligini. Buning oldida Xitoyning muavin bosh ministri Sun Chunlan Qashqar bilan Qizil suvni ziyorat qilganda yuqumga qarshi jiddiy tadbirlar ilingan bo'lsa-mu, lekin yuqum vaziyatining yanada keskin ekanligi, yuqumga qarshi urush holatini davomli saqlashni talab qilganligini ta'kidlagan.
Күзәткүчеләр Xitoyның Шәрq Түркістандагы юқум ahvoliga doir sonliq ma'lumotlarga izchil gumon bilan qarab kelmoqda. Yangi Zelandiya davlatlik Unchi radio programmasi Uyg'urcha anglitishni tasdiqlagan bo'lib, 11 noyabr kunidan boshlab Yangi Zelandiya vaqti tushdan keyin soat 3 dan 20 minut o'tganda tunji qitimliq anglitishni boshlamoqchi. Dunyoning har qaysi joylaridagi avangard yoshlar tashkillanib, Sharq Turkistonning vaziyatini, Uyg'urlarning haqiqiy ahvolini, urf-odat, kultur madaniyatini tashviq qilish, Xitoyning razil abdi bashirisini butun dunyoga yo'ritib berish maqsadida Unchi radio programmasini yo'l qo'ygan. Unchi programmamiz yangidan dunyoga keldi. Shunga o'zi kichik bo'lsa-mu, qimmati zo'r, ovozi yiqimliq, hammaga huzur bag'ishlaydigan Unchining nomini qo'llandik. Unchimiz sadosi dilingizga yoqqisi. Programmamiz bir qancha davlatdagi qarindoshlarimizning fidoyiligi va o'rtaq kuch chiqarishi natijasida huzuringizga sunilmoqchi. Madaddagilar va qo'llag'inglar mana shu kuch chiqarayotgan biz qarindoshlar uchun eng zo'r yordamlardir. Programmamiz dunyoning har qaysi joylaridagi uchirish baxmagan avangardlarning yordamida yo'qlikdan barliqqa keldi. Demak, Uyg'urlardagi uyush ruhi Unchidan nur chashdi. Barchamizga uyushish, o'mlishish yangi natijalarni olib kelgan. Unchi programmasi sizning, bizningla emas, balki eng zo'r tirishchanlikni ko'rsatayotgan shu farzandlarimizning o'zini taniydigan ham tanitadigan yaxshi bir sahnasi. Uncha shu g'unchilarimizning yaqin do'sti bo'lg'isi. Şunun bilan bir vaqtda muhojiratdagi Sultan Suduq ekrani tarafidan yangi ishlangan Xorlangan vijdon filmi 12 noyabr 2 Sharq Turkiston Jumhuriyatining qurilish xotiri kuniga so'g'u sifatida keng tomoshabinlarga suniladi. Men bir chiqimdan. Ay, to'g'ri qildingiz. Chet eldagi ushbu kuchlarniki qaytadan jonlanib ketish masalasi. Qayda sen bu? Mening xonali Xanzu yo'ldoshga beradigan singlim yo'q. Partiyasiz qarshıqani aqidin o'zingizdagi yo'lim. Biz boshdan so'rashyapmiz. 1011 kilometrlik Sichuan Tibet temir yo'lining qurilishi 8 noyabr boshlangan bo'lib, Xitoyning muavin bosh ministri Liu He sinalg'u ko'rinish orqali ish boshlash yig'iniga riyosatchilik qilib, Xi Jinpingning yo'l yo'riqini yetkazib, Sichuan Tibet temir yo'lining qurilishi Tibetni boshqarish strategiyasini yo'l qo'yishdagi muhim tadbir ekanligi. Bu tez suratli strategik koridor qurilishining chegarani mustahkamlashni maqsad qiladiganligini ta'kidlagan. Ammo tahlilchilar Xitoyning asosiy maqsadi bo'lsa Hindistonga unumli taqobil turish degan. Sichuan Tibet temir yo'li Xitoyning yangidan e'lon qilgan Xitoy Kompartiyasi Markaziy komitetining 14-5 yillik plani va 2035 yillik ko'rish plani to'g'risidagi takliflarga kirgizilgan ekan. Mazkur temir yo'l Sichuan Yaandan Tibet Lenjiga bevosita tutishadigan birinchi darajali qo'sh relsliq temir yo'l bo'lib, umumiy uzunligi 1011 kilometr. Loyiha surati soatiga 120 dan 200 kilometrgacha. Mo'ljallanishcha 2026 yil tamomlangan. 1958 yili Xitoy Kompartiyasi atalmış Buyuk sakrab olg'a ilgirlash harakatini qo'zg'ab, xalq komitetini tashviq qilishga boshlagan va Sinpi ko'rish nomida monastirlarni vayron qilib, rohiblarni murtadlikka majburlagan. Bu qilmishlarning hammasi Tibet Gasak hukumat amaldorlarining Xitoy hukumatiga bo'lgan noroziligini kuchaytirib, Tibetlar bilan bo'lgan munosabati kunsari jiddiylashgan. 1959 yili 10 mart kuni Tibetning Lhasa shahrida keng ko'lamli qurolli to'qinish yuz berib, Xitoy armiyasi Tibet qo'zg'olonchilarini rahimsizlarcha qonliq bostirib, Dalay Lamaning Hindistonga qaytishiga sabab bo'lgan. Surgundagi Tibetlar bu kuni Tibet qo'zg'olon kuni qilib ketgan. Hong Kong 01 gazetining xabariga qaraganda, texniklik, siyosiy va diniy masalalar sababidan Tibetning Golmut shahridan Lhasaga boradigan ikkinchi belak qurilish 2001 yil boshlanib 2006 yili Qinghai Tibet temir yo'lining Tibetga tutishadigan birinchi yilini isbot etgan. Sichuan Tibet temir yo'li Tibet bilan bo'lgan aloqani texnik kuchaytirib qolmay, yana Xitoy Hindiston chegarasini nurg'un harbiy korxonalar bor bo'lgan Sichuan o'ymonligi bilan tutashtirib, Xitoyning Tibetga tez sur'atda harbiy o'rlashtirish iqtidorini zo'r darajada kuchaytgan. Navbatda Xitoy Hindiston munosabati intayin jiddiy bo'lib, bu yil iyun oyida ikki taraf chegarada qonliq to'qinish bo'lib, Hindiston askarlaridan 40 kishi qazo qilgan. Xitoy yaranish ahvolini oshkorlamay maxfiy tutgan. Hozir har ikki taraf jiddiy holda harbiy kuch to'plamoqda. O'tganda Hindiston, Xitoy-Hindiston chegara rayoni strategik to'nilashgan. Xabarlarimizni ko'ringlarga rahmat. Ko'rishgacha omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.